Assalomu alaykum aziz yurtdoshlarimiz. Bugun Jizzax Somsa markaziga juda seryoz akalar kelishgan. Soati ertalab 4 saharligi tayyorlanishyapti. Tojikistondan Kamil Karate mehmonimiz bo'ldilar. Aziz yurtdoshlarimiz 2 kilolik somsamizni hozir chiroyli qilib uzatib beramiz. Xushkelsizlar. Unda menga ruxsat etasiz, sizlar boshlaman. Sousini damashqiy sousi. Zo'r lekin sous. Limon bilan tayyorlanadi. Spesial 2 kilolik somsa uchun. Bu Jizzax Somsa markazini 2 kilolik polon somsasi bo'ladi. Xush kelibsizlar. Sizlarga yoqimli ishtaha. Siz kuzatib boringlar. Like qilib eslatib chiqing. Jizzax somsalari bilan deganda, mana endi kaboblarimizga ham ochib keldi. Xush kelibsizlar. Jizzax Somsa markazining kaboblari bo'ladi. Somsamiz qanday ekan? Yoqdimi? Somsa uyaltirmadimi? Rahmat, xush kelibsizlar. To'xtab yeganda erkaklar. Rahmat. Allohim Navoiydan Asuma shahri Ramazon bilan fazilan mag'ribi xolisan deb Allohim shu iftorlikgacha bo'lgan vaqtda kuch-quvvat bergin, sabr-toqat bergin, eson-omon qiynalmasdan o'zlarini tutib nasib etsin. Shu do'stimizga ham rahmat, chiroyli iftorlik mehmon qildi. Barchamiz sog'-salomat bo'laylik, ishlarimizga rivoj bersin. Mana aytgan videoga yoqasan. Alloh